Energetika sohasida vodorodda ishlaydigan kombi ishlab chiqaradigan UTET Arge Energy kompaniyasi boshqaruv kengashi raisi Fikret Zelik bilan o'tkazgan ushbu juda maxsus intervyumizni birga tomosha qilamiz. UTET Arge Energy boshqaruv kengashi raisi. Mening ismim Fikret Zelik. UTET Arge Energy firmasi Turkiyada arge qiladigan va shu bilan birga ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan kompaniyalardan biridir. Ayniqsa vodorod energiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Ko'p yillik arge ishlari natijasida biz ishlab chiqqan turli mahsulotlarga egamiz. Ular orasida biz Lotus yangi avlod isitish tizimlari deb atagan bir kombini ishlab chiqdik. Bu ham Turkiyada mahalliy ishlab chiqarilgan texnologiya sifatida ishlab chiqargan mahsulotimiz. Hozirda biz uni 10 nafar Yevropa davlatiga ham eksport qilmoqdamiz. Bugun dunyo energiya ehtiyojining katta qismi, bilasiz, neft asosidagi yoqilgilardan qoplanmoqda. Bu manbalar cheklanganligi odamlarni yangi muqobil energiya izlashga undamoqda. Chunki manba cheklangan. Iste'mol juda ko'p va bu iste'molga mos ravishda ishlab chiqarish ham zarur. Bu esa fosil yoqilgilarni ishlatib mumkin emas. Ya'ni hozir dunyodagi urushlarning asosiy sababi neft va neftdan olingan yoqilgilarni ishlatishdir. Bu yerda muqobil energiya sifatida vodorod energiyasi juda oldinga chiqmoqda. Agar vodorod nima desak, u cheksiz energiya manbai. Mana yonish mahsuloti va suv bugi bo'lgan, suvdan olinadigan energiya manbai. Qancha vodorod ishlab chiqarsangiz, uni yoqganingizda yana suv va suv bugi sifatida sizga qaytib keladi. Bu ekologik mahsulot. Butun dunyo ertami-kechmi vodorodga o'tishga majbur. Bu borada Yevropada va chet elda juda katta ishlar qilinmoqda. Chunki neft davri endi vodorodga o'tayotgan bir paytda. Bugun quyosh energiyamizning ham manbai vodorod. Mana yulduzlarning asosiy moddasi ham vodorod. Quyoshda to'rtta geliy atomi vodorodga aylanadi. Yoqilayotgan vodorod energiyasi. Ichayotgan suvingizda ham juda ko'p miqdorda bor. Inson anatomiyasining o'zida ham tuzilmasining 70% suvdan iborat va bu boy manbada, suv manbasida eng ko'p miqdorda vodorod mavjud. Buni mavjud usullar bilan ajratib olishingiz mumkin. Energiya yoqilgisi sifatida ishlatasiz. Bundan foydalanganda esa karbon chiqindisi hosil qilmayapsiz. Qancha vodorodni suvdan ishlab chiqardingiz, ishlatdingiz, asosiy yonish mahsuloti suv va suv bugi bo'lib yana o'zini yangilaydi. Bu esa uni muqobil energiya manbasi sifatida eng muhim jihatini ochib beradi. Ya'ni suv bor davlatlarda vodorod ishlab chiqarishingiz mumkin. Buni yoqilgi sifatida ishlatasiz. Natijada esa sizga yana toza manba sifatida qaytib keladi. Butun dunyo vodorod masalasiga sarmoya kiritmoqda. Turkiyamizda ham, mamlakatimizda ham hurmatli davlat rahbarlari va davlatimiz ham imkon qadar tezroq vodorod texnologiyasiga o'tishi kerak. Chunki vodorod texnologiyasiga o'tgan davlatlar dunyoga bo'lgan energiya qaramligidan qutulishadi. O'z energiyasini ishlab chiqarishadi va ekologik toza kelajakni, ya'ni kelajak avlodimizga ham imkoniyat yaratadi. Bu butun urushlarni tugatadigan masala. Ya'ni hozirda butun dunyoda vodorod masalasi yagona yoqilgi sifatida ko'rilmoqda, muqobil energiya sifatida baholanmoqda. Eng katta xususiyati ham aytganimdek ekologik toza bo'lishidir. Vodorodni yoqqaningizda karbon monoksid va karbon chiqindilari chiqmaydi. Oddiy usullar bilan ishlab chiqarish mumkin. Masalan, bir misol keltirsak, Qora dengizning 60 metr chuqurligida katta miqdorda vodorod sulfidi bor. Bu Turkiyamiz uchun ehtimol 100 yillar davomida yetadigan energiya manbaini yaratishi mumkin. Turkiyada arge ishlari olib borayotgan firmalar va kompaniyalar imkon qadar tezroq vodorod texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borib, ularning arge jarayonini yakunlab, mahsulot holiga keltirishlari kerakki, kelajakda vodorod texnologiyalari dunyosida neft o'rnini egallaydigan energiya manbaidan biz ham ulush ololaylik, iqtisodiy mustaqilligimiz haqida gapira olamiz. Biz ishlab chiqargan va Lotus yangi avlod isitish tizimlari deb nomlangan kombi isitish qurilmamiz Turkiyaning birinchi mahalliy ishlab chiqarilgan texnologiyasi asosida. To'liq Turkiyada milliy ishlab chiqarish kapitali bilan ishlab chiqarilgan mahsulotdir. Hozirda bu mahsulot 10 davlatga eksport qilinmoqda. Ushbu mahsulot tabiiy gaz o'rniga ishlatiladi. Bu juda muhim masala. Tabiiy gazga bo'lgan qaramlikni yo'qotadi. Agar narx taqqoslasak, fotovoltaik quyosh paneli bilan integratsiya qilganingizda, umuman tarmoqqa ulanmasdan ishlash imkoniyatiga ega. Ya'ni quyosh fotovoltaik panellari bilan integratsiya qilganingizda, nol xarajat bilan isitish ta'minlanadi va bu juda katta ustunlik. Ikkinchi katta afzalligi shundaki, havoni ifloslantirmaydi.
Karbon chiqindisi yo'q. Bilganingizdek, Turkiya ham karbon qonunini imzoladi. Endi bundan keyin qo'shimcha yoqilg'i iste'mol qilganimiz uchun alohida karbon soligi to'laymiz. Buni ham nolga tushirasiz. Yana bir muhim jihati, dunyoga bo'lgan energiya qaramligidan ham qutulasiz. Tabiiy gazga qaramlikdan qutulasiz. Buni Lotus yangi avlod isitish tizimlari bilan amalga oshirishingiz mumkin. Bu Turkiya uchun ham juda katta ahamiyatga ega. Lekin hozirda Yevropada bizga juda katta talab bor. Bilganingizdek, Rossiya energiya inqirozidan keyin katta energiya muammosi yuzaga keldi. Ayniqsa Angliya, Germaniya, Niderlandiya kabi davlatlarda juda katta talab bor. U yerda bizning distribyutorlarimiz va dilerlarimiz bor va hozirda gollandlar va nemislar bizning mahsulotlarimizdan foydalanmoqdalar. Shuningdek, biz mahsulotlarimizni Turkiyadagi 35 ta diler orqali sotamiz. Avvalo, buning ekologik jihati bor. Bata yo'q, loyihaga ehtiyoj yo'q. Biz vodorod texnologiyasidan foydalanamiz. Biz plazma texnologiyasidan foydalangan holda suvdan molekulyar darajada vodorod ajratib olamiz. Biz buni issiqlik energiyasiga aylantiramiz. Buni qilayotganda ham jimjit, xavfsiz, faqat suv saqlanadi, boshqa hech narsa yo'q. Elektr va suv bor joyda har doim ishlay oladi. Iste'mol ko'rsatkichlari ham hozirda, bilasiz, Turkiyada tabiiy gazni davlatimiz to'xtatib turibdi. Hozirda davlat tabiiy gaz narxining oshishidan kelib chiqqan farqning 80%ni qoplayapti. Bu farq ham ertaga saylovlardan keyin yopiladi. Onda tabiiy gazdan ham tejamkor mahsulot sifatida bozorda o'z o'rnini egallaydi. Lekin hozirda Turkiyada 50%, hududda tabiiy gaz bor. Turkiyaning qolgan 50%da esa allaqachon tabiiy gaz yetib bormagan joylar bor. Shuning uchun bu joylarda bizning mahsulotlarimiz juda ko'p sotiladi. Lekin Yevropada aytganimdek Niderlandiya, Germaniya, Belgiya kabi davlatlarda juda katta talab bor. Mahsulotlarimiz u yerda juda ko'p ishlatiladi. U yerdagi energiya muammosiga ham oz bo'lsa-da hissa qo'shyapmiz. Bu esa Turkiya va butun insoniyat uchun yaxshi xizmat deb hisoblaymiz. Bu, ya'ni qat'iyat bilan ishlashimiz va ko'p yillik ilmiy tadqiqot ishlarimiz natijasidir. Ya'ni biz aslida 1930-yilda samolyot, 44-yilda esa avtomobil yasagan mamlakatmiz. Ko'p yillik ilmiy tadqiqot ishlarimiz va qat'iyatimiz natijasida yaratilgan Turkiyaning milliy mahsuloti bo'lgan Lotus kombi va boshqa mahsulotlarimiz Yevropada katta ahamiyatga ega. Albatta, bu bizni faxrlantiradi. Shuningdek, Turkiya uchun ham faxr manbai. Kechagina mahsulotlarimiz Gollandiya energetika yarmarkasida namoyish etildi. Gollandiyaliklarning buni talab qilayotgani va bu mahsulotlar Germaniyada ishlatilayotgani Turkiyaning texnologik infratuzilmasi kelajakka qarab rivojlanayotganining isbotidir. Biz faxrlanamiz. Biz turkmiz, ya'ni bu juda baxtli holat. Bu yurtda yashash biz uchun sharaf. Oxir-oqibatda bu ishlab chiqarilgan mahsulot bizning Turkiyamizning mahsuloti. Turkiyaning milliy boyligi, milliy mahsuloti. Shu sababli bu mahsulotni Yevropada ham turk jamiyatimiz, ham Yevropa jamiyati bilan birga baham ko'ryapmiz. Bu mevalar hammamizning mevalarimiz. Bu insoniyatga tegishli bo'lgan mahsulot. Shuning uchun Yevropadagi turklarimiz ham bu mahsulotga yaxshi talab ko'rsatmoqda. Ya'ni o'z turk odamlarimizdan ham talab bor. Lekin masalan gollandiyaliklar va nemislar bu borada juda ko'p talab qilishmoqda. Ular bu masalada ancha ongli. Biz asosan ishlab chiqaradigan mahsulotlar isitish sohasida issiq suv ehtiyoji va isitishni ta'minlaydigan mahsulotlardir. Ular orasida devorga o'rnatiladigan modellarimiz ham bor. Villa 200 deb ataydigan, devorga osiladigan va 100 kvadrat metr maydonni isitishga qodir qurilmamiz bor. Buni ham elektr tarmog'iga ulaysiz. Suvga ulanishi mavjud. Tarmoqdan olgan elektrni kombi ichidagi suv rezervuarida suvni plazma texnologiyasi yordamida vodorodga ajratadi va hosil bo'lgan issiqlikni issiqlik almashinuvi orqali radiatorlarga uzatadi. U raqamli boshqaruv paneliga ega. Bu boshqaruv panelida ichki xona termostati mavjud. Dasturiy ta'minoti ham, mahsulotning o'zi ham Turkiyada ishlab chiqilgan. Bu devor turidagi modelimiz. Lekin albatta isitish quvvatiga qarab ishlab chiqargan mahsulotlarimiz ham bor. Ya'ni 150 km villani ham, 2000 km issiqxonani ham isitish mumkin. Shu bois turli quvvatli mahsulotlarimiz bor. Villa 200 deb ataluvchi modelimiz ham yerga o'rnatiladi. Bir vaqtning o'zida 2 hammomga issiq suv bera oladi. Fotovoltaik panel bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilishingiz mumkin. Hech qanday tarmoqqa ulanmasdan ishlash xususiyatiga ega. Keyin 300 va 400 modellari, undan keyin esa 700 va 800 deb atagan sanoat turidagi mahsulotlarimiz ham bor. Biz ularni ishlab chiqaryapmiz. Mana fabrikalar uchun, issiqxonalar uchun, markaziy tizimli ko'p qavatli uylarni isitish uchun bu mahsulotlarda to'g'ridan-to'g'ri integratsiya amalga oshiriladi.
Aka, bu mahsulotlarni sotishda biz dilerlar orqali sotamiz. Biz ishlab chiqaruvchi kompaniyamiz, lekin dilerlar orqali ham servis tarmog'ini qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni dunyoning eng yaxshi mahsulotini ishlab chiqishingiz mumkin, lekin orqasida turgan kompaniya zarur va uning servisi hamda kafolati juda muhim. Sertifikati bilan sotiladigan Lotus yangi avlod isitish tizimlari Gollandiyada ham Kiva sertifikati bilan sotiladi. Kiva xalqaro sertifikatlash tashkilotidir. Shu sababli Yevropada sotilgani kabi Turkiyada ham dilerlar orqali sotiladi. Bu mahsulot Turkiyada milliy ishlab chiqarish harakati bilan ishlab chiqarilgan. Zaxira qismlar muammosi yo'q. Dilerlarimiz bor joyda 24 soat xizmat ko'rsatadigan servislarimiz mavjud. Har qanday nosozlik yuzaga kelsa, servis boradi. Kafolat doirasida mahsulotning ishlashini ta'minlab, mijozning mamnunligini davom ettiradi. Bu juda uzoq yillar foydalanish mumkin bo'lgan mahsulot. Shuning uchun mahalliy ishlab chiqarilganligi sababli aytganimdek zaxira qismlar muammosi yo'q. Barcha qismlar to'liq Turkiyada ishlab chiqariladi. Dasturiy ta'minot ham hatto Turkiyada amalga oshirilgan. Barcha nazoratlar o'z qo'limizda bo'lgani uchun tashqi tomonga bog'liqligimiz ham yo'q. Bu esa xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan juda katta afzallik beradi.